Hop hop. Hurmatli guruhimiz kuzatuvchilari, mana 1 oylikka kelgan 1071-guruhimiz hojonalari inshaalloh umra amallarini bajarib tugatdik. Hammalari mana chiroyli bo'lib, yarashdi, amallarni bajarishdi. Bularni qilgan ibodatlarni Alloh o'z dargohida qabul qilsin, maqbul bo'lgan umralardan qilsin. Ko'p yillar bu hojiriy maqomlarni surib, daryo-daromasi farzandlaringizga erkalab o'tirib, oilangizga erkalik bo'lishlikka nasib qilsin. Hammanglarni Alloh o'z panohida saqlasin. Hojonalar duo qilinglar endi. Qilasizmi? Allohim mana shu qilgan mana umralarimizni Allohim beriyoq ishga qabul qilgan bo'lsin. Allohim hammamizni qilgan umralarimiz bola-chaqalarga pul topib berib, bola-chaqalarimiz ana shu pullariga yetkazganlarga Allohim umra qilganlarni qatoriga qo'shsin. Amin. Hammamizni tanijonlarimiz sog' bo'lsin, qaytib yana shu yerlarga kelishlikka nasib qilsin. Hatto hojilarga kelaylik yana. Siz ham tanijoningiz sog' bo'lsin. Mana bizlarni mana shunaqa qilib ko'zimizni ochib, ko'rsatib, hamma yo'lda shuncha qiyinlarsiz ham qolib yurgan sizga ham ming marta rahmat. Allohim qo'lingizdan ko'ring, tanijoningiz sog' bo'lsin. Allohdan qaytsin. Amin. Allohu akbar. Xursandmisizlar shukr hammanglar? Rahmat. Shaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Valillahil hamd. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli shay'in qadir. Ya Allohim, ya Rahmon, ya Rahim, ya Hannon, ya Mannon, ya Badiyas samawati wal ard, ya Malikul jalal wal ikram. La ilaha illa malikul haqqul mubin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika li azim sultanik robbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khayr. Allohim o'zing yakkasan, o'zing yagonasan, o'zing odilsan, o'zing qodirsan, o'zing har ishni oson qilguvchi rahimli rahmonim mehribonimsan. Allohim ulug' oylaringda, buyuk oylaringda, Ramazon oylarida Allohim bizni suygan bandalaring qatorida qilib, chiroyli qilib hammalarimizni qalbi go'zal, o'zi go'zal insonlarni hammalarimizni Allohim bir jamlab bitta samolyotlarga jamlab qo'yibsan. Alhamdulillah, Allohga shukr. Allohim chiroyli Madinada payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ziyoratlarini qildik. Alhamdulillah, o'zingga hamd sanolar bo'lsin, shukronalar aytamiz.